Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Savol: 1Sdan chiqarilgan hisobotdagi iyerarxiyani ma'lumotlar bazasi ko'rinishida chiqarish kerak Power Query'da. Xo'p, boshladik. Demak, avvalgi videolarda aytganimdek, Power Query dinamik jadvallar bilan ishlaydi. Dinamik jadval qilish uchun biz jadvalimizni belgilaymizda va jadvalni belgilaymiz va glavniyga kirib formatировать как таблицу qilamiz va o'zimizga yoqqan rangda tanlayveramiz. Bu yerda mana bizda sarlavha yo'q jadvalimizda, shuning uchun jadvalda sarlavhasi yo'q degan tablitsasi zaголовками belgilamaymiz. Okey. Mana jadvalimiz dinamik jadval bo'ldi. Xo'p, buna qilib chiqarish oson. Agar ma'lumotlarimiz dinamik jadval bo'lishi kerak emas bo'lib qolsa-chi, ya'ni ma'lumotlar katta jadval bo'ladi va ularga qo'shimcha keyinchalik ma'lumot kiritilishi kerak bo'ladi. Xullas, nima bo'lsa ham dinamik jadval bo'lishi kerak emas desa, unda ham yechim bor. Данныйga kiramiz. Получить данные из fayla из kniги deb shu faylni o'ziga yo'llanma qilamiz va ulanamiz. Ulanganimizda Power Query bizda bor listimizni ko'radi. Agar sizda bir nechta list bo'lib turib Power Query ko'rmasa, demak siz faylni saqlab, keyin Power Query'da yoqishingiz kerak. Mana bizda listimiz mana ko'rsatyapti. Birinchi bir nechta qatorlarini. Bu yerda agar bitta list bo'lsa yaxshi, agar bir nechta bo'lsa, mana nесколько elementovga belgi qo'yib, bu yerdan kerakli listlarni belgi qo'yib tanlab olishimiz mumkin. Bizda hozir bitta tanlaymiz, преобразовать данные qilamiz. Power Query'ga kirdik. Bizga kerakli ustunni tanlab olamiz. Kerakli ustun bu birinchi kolonna bilan ikkinchi kolonna. Shift bilan tanlab oldim. Yoki Ctrl bilan tanlaysiz, farqi yo'q. Endi qolganlarini o'chirib yuboramiz. Sichqonchani o'ng tomonini bosib, удалить другие столбцы qilamiz. Endi bizda ma'lumotlar mana raqamning ichida mana ikkita 0 kerak emas. Biz raqam ustunimizda filtrni ochib turib, 0 ni olib tashlab, OK deb bosamiz. Mana. Endi bu jadval o'zi aslida juda yengil jadval, oson jadval. Bu yerda qiyinchilik yo'q. Birinchi qiladigan ishimiz bu добавление столбцаga kiramiz. Undan avval birinchi kolonnani, ya'ni mana matn kolonkasini ustunda matn formatga o'tkazib olamiz. Buning uchun mana burchakdagi ABC mana burchakdagi knopkaga bosamiz yoki преобразованиеga kirib, tip данныхga kirib, mana tekstni tanlaymiz. Tanladik. Endi bu yoqqa добавление столбца qilamizda условный столбец deymiz. Va biz birinchi gruppirovkani chiqaramiz. Bu liniya. Aytamiz, agar birinchi kolonnada liniya so'zi bo'lsa, unda shu birinchi ustunni chiqarib beraver kolonkani. Aks holda 0, boshqa holatda 0 bo'lsin deymiz. Mana. Endi keyingi ishimiz yana условный столбец qo'shamiz. Bunisi endi guruh. Va biz aytamiz, birinchi ustunda guruh so'zi bo'lsa, unda o'sha birinchi ustunni chiqarib ber ma'lumotini. Boshqa holatlarda bo'shliq null. Ana. Endi bizga mana bu ma'lumotlari kerak. Nima qilamiz? Bu ikkosini заполнить вниз qilamiz. Belgilab turib biz настраиваемый столбец qo'shamiz. Настраиваемый столбецda biz yesli'ni i bilan birga ishlatamiz. Mana bu yerda ma'lumotlarni hamma yo'l 6-chi bu kirib qoldi. Imloviy xatolarga ahamiyat bermanglar. Prinsipialni emas. Oldindan uzr so'rayman. Xo'p, biz aytamiz, agar yo'q bo'lsa, tekst содержит deymiz.
va to'rtburchak nima deydi, qavsda birinchi ustunni belgilaymiz. Birinchi ustunda vergul qilamizda aytamiz. Liniya so'zi deymiz. Mana shu funksiyamiz bizda agar birinchi ustunda liniya so'zi bo'lmasa deyapti. Va yana not text contains qavsni ochamizda yana to'rtburchak, yana birinchi ustun aytamiz. Bunda nima edi? Guruh. Unda zin. Shu birinchi kolonnani chiqarib ber deymiz ustunda. Aks holda bo'shliq. Endi OK deb bosamiz. Mana demak biz bundan nollarni olib tashab, buni bu yoqqa olib o'tib, buni o'chirib yuborsak ham bo'laveradi. Nima deydi? Sonlarmi yo summalarmi? Material xarajati 56. Xullas bu yoqqa endi o'sha muammo emas. Deylik 69 material xarajati. Raqam deb kod bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Raqam emas, raqam. Buni formati целое число, bu tekst, bu ham tekst. Jadvalimiz tayyor. Endi ma'lumotlar qancha ko'p bo'ladimi, oz bo'ladimi, faqatgina shu liniya guruhlari to'g'ri bo'lsa, qolganlari avtomat kelib chiqadi bu yerda. Jadvalimizni chiqaramiz. Главныйga o'tib, закрыть и загрузить в deb bosamiz. Va bizga kerakli joyga tablitsani belgilaymizda имеющий list deb mana bundan bizga kerakli joyda aytamiz. Deymiz. Mana kerakli holat kelib chiqdi. Xo'p, endi biz savolga javob topdik. Buni endi ranglarini xohlagancha chiroyli qilish mumkin. O'zimizcha boshqacha qilsak ham bo'laveradi. Создать свой list deb u keyingi masala. Qanaqadir fikringlar bo'lsa, mulohazalar bo'lsa, savolinglar bo'lsa, izohlarda uyalmasdan, qo'rqmasdan yozini bosinglar. Sizlarni laykinglarni kutib qolaman. E'tiboringlar uchun rahmat. Foydali bo'lgan bo'lsa, biz xursand bo'lamiz.